Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz Zo'g'on tumani So'xdagi 686-konturdamiz. 686-kontur Dashtobod Rich Invert Xalqbanki hamkorligida 15 ta dehqon xo'jaligi bilan hamkorlikda bajarilyapti. Hozir 686-konturda uzunligi 300 metr atrofida, yana 600 metr atrofida, 500-600 atrofida 15 gektar chiqadi. 686-konturda hozirgi kunda piyoz o'simligi kelgan. Piyoz o'simligi hozir chiqqan, mana juda yaxshi holatda. O'zi mana bu 686-konturga suv quyilyapti. Ularni so'nggi texnologiyalar tomchilatib sug'orish, suv tejash, birinchidan suv tejaladi, ikkinchidan dori vositalar tejaladi. Shularga qarab juda yaxshi va samarador ulardan foydalanyapti, texnologiyalardan. Buni hammasiga avvalambor Dashtobod Rich Invert bizni korporativ boshqaruvchi hamkorimizga rahmat. Mana shu hamma narsaga yetkazib beryapti. Mana suv tomchilash uskunalari, dorilar, kasallik qarshi dorilar va shu o'simlikni yetishtirsa kerak bo'lgan jamiki ularni dehqon xo'jaliklarida o'zi kerakli bo'lgan ularni yetkazib beryapti. Hozirgi kunda mana ko'rganingizdek mana ishchilar ishlayapti yaxshi xonanda. Hozir mehnat qilyapti. Mana chekalar o'ziga kerakli bo'lgan narsaga ekyapti. Har bitta dehqonga 1 gektardan joy ajratilgan. Mana shu 1 gektardan o'rtacha 70-80 tonna hosil olgan taqdirda hozirgi kunda piyoz bahosi 2000 so'mdan hisoblasak, jami 160-150 million atrofida bo'ladi. Mana shu piyoz bahosini endi 50 million, 45-50 million xarajatgan taqdirda dehqonlarga o'rtachada 100 million daromad kiradi. 15 ta birinchidan 15 ta odam ishli bo'ladi va ikkinchidan 15 ta odamni oilasiga, bir necha o'zini oilasiga 15 ta oila to'kin sochin bo'lib yaxshi hayot kechiradi. Bularni endi avvalambor mana shu imkoniyat yaratib bergan tizimga va mana shu ko'p qo'llab turgan mana shu o'zimizni hokimiyat va barchaga mana shu narsa uchun rahmat. Shunchalik odamlar ishlab, odamlarning og'irini yengil qilib, tizimli ish qilib shuncha foyda keltiryapti. Barchangizga tashakkur.